Bir bora assalomu alaykum. Yevroziya Sibir savdo markazi xodimlari, bugun 2-dekabr. Mana biz savdo markazidamiz. Havo yaxshi, savdolar qizg'in. Hozir skladlar tarafdan o'tdik. Endi o'zimizni tashqari reyatlarga. Omonmisizlar, hormaylar, tinchmisizlar? O'lyapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi bo'ldi? Pomidor qancha endi bugungi? Pomidorlar krasniy 200 so'm. Krasniy. Sladkilar 400 so'm. 400 so'm. Sladkilar 300 so'm. 300 so'm. Ketishchi bozorga. Minusi bor. Sredniy ketish. Shunda kamitib berasizlar o'sha narxdan. Xudo xolasa. Salomat bo'ling. Narx haykanda ishonish bo'lmasin. Ha, kelishaveramiz. Kelishamiz. Salomat bo'linglar. Endi qanchagacha kelishasizlar? Приблизительно 20 rubl, 30 rubl. 20-30 plus minus. Salomat bo'ling. Sharoitga qarab. Ana shunaqada endi. Ma'lumotni aytib qo'yaveramiz, xulosani chiqaraverasizlar akalar. Mana shu bozorlarimizda sifat yaxshi bo'lsa, O'zbekistondan kelayotgan sifatli mollarning sifati yaxshi bo'lsa, mana bu bozorlarimiz ham saqlanib qoladi. Saqlanib qolsa, bu bizga ancha yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Vinograd qachon продает, xabar? Vinograd почем, брат? Narx aytib yuborasizlarmi? Hormang-ku. Voh, Husayn qancha ekan? 100 dan. Ha, bular-chi? Mana qorasi, Mersmi va mana bu Pobedami? 200 so'm. Ha, toyfalar? Damiskilar? 240 rubl. A, limon? 350 rubl. Qaranglar, Turkiyaniki 180 dan oshmayapti-yu. Xurmolarni qancha sotyapsizlar? Xurmolar 100 so'm. 100 dan. O'zbekistonnikimi bu? Mana bir qator bu ham yaxshi ekan. Shuni chiroyli qilib, mana yashigini chiroyli qilib olib kelishimiz kerak deyapsiz. Qirg'izistonnikini eshitdilaring, 120, 130 deyapti o'sha. Ana ham ketish kerak shu narxda. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana biz aytayotgan narsani qaranglar. Akalar, mana shu mana limonlarimizda u naryoqda mana qaranglar turishini mana. Mana shuni 300 yaxshilik uchun 380 dan ketyapti. Ha, u yoqda 200 dan 180 dan oshmayapti. Mana shu uzumlarimizni mana boyaga aytgan 700 rubl представлять qilinglar. Mana uzumlar o'lsa-o'liga ortiqda. U uzumlardan u aytgan, boya biz ko'rsatgan uzumlardan bu uzumlarda har biri o'lsa-o'liga ortiq. Lekin nimaga bular 200 so'mga yetmayapti-yu? Ular 700 so'm yoki 300 rubl sotilyapti. Nimaga? Brend hisobiga. Ozgina kачествоni yaxshi qilish. Tayda yomoni yo'q. Aldamayapti, barokat bo'lyapti shuni hisobiga. Hormaylar, onor nech pul beryapsizlar? Onorning egalarini oluvchimiz. Onor nech pul sotyapsizlar ukalar? Onorda 150 dan, mana boya aytdimmi, 150 da atrofda. Ana yoqda 270, 300 rubl degan. Hormaylar, qancha isbot, qancha dalil endi mayli. Yaratganimizga haq yo'lni ko'rsatsin. Hormaylar ukalar. Omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Olyapsizlarmi? Nima sotyapsizlar? Mana shu bo'ladi. Toyfami? Toyfa. Nech pul ketyapti? Bo'ladigani, ketekanini ayting. 140 dan ketish qalay ketishi? Endi tuzuk. Sredniy. Sog' bo'linglar. Mana shu xurmoni oling, so'q tugadi bugun mana shu. Assalomu alaykum. Как ваши дела? Здоровья? Нормально. Все, закончили, да? Когда открыли? 2 дня. Почем продали? Вот честно. 115, 120. 115-120 на 2 дня уже. Саламат олим. Какой 2 дня? Сколько? 2 дня, 1 А, все, 1 день отдыхали, правильно. Поэтому. Mana 2 kunda, grubi 3 kunda bir mashina xurmoni 115-120 dan sotib oda qildik deyapti. Mana bizniki. Endi nima deymiz endi? Bor endi xurmoda bo'ladi. Hormaylar nech pul sotyapsizlar? 110 dan. Bu Qirg'izistonnikimi? Salomat bo'linglar. Mana narxlarda ham ko'rib turibsizlar. Kamida 10 rubl, bo'lmasa 20 rubl, 30 rubl farq bor-da O'zbekistonniki bilan. Endi buni gapiraversang yomon ko'rishyapti. Biznikini anti reklama qilyapsizlar. Biz yo'q. Buni uje biz emas, buni oxiri kelib olarman, hatto uyida 1,5 kilo olayotganlar uje bu bo'lmadi, yoqmadi degandan keyin bozorimiz shulashib o'tmay qo'ygandan keyin biz ko'tarib chiqyapmiz.